Bittadan tashab ketaveramiz. Bir xil ratsion. Shu bir oydan beri istagan bo'laveradi. Shuni sochib kelaveramiz bitta qilib. Mana yana ham osh qoshiqda tashab ketaveramiz. Mollarimiz silyosda o'ziga ham to'yib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mol qo'y ishqibozlari va 40-region muntazam kuzatuvchilari qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalar. Sog'misizlar, omonmisizlar, charchamayapsizlarmi? Ro'zalarda qiynalmasdan tutyapsizlarmi akalar? Hammaga kuch-quvvat bersin Allohim. O'zimda mollarimda o'zgarishi 3-kun akalar. Sanamiz 21-fevral hafta kuniga shanba. Kecha o'sha silyos berish jarayonini ko'rsatgandik. Hozir mana 5:30da shu 5:30da tushamiz deydi ishga. 5:30da tushib silyosni berib bo'lib, endi yem berish jarayoniga o'tyapmiz. Ratsionimizni bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Ratsionimiz 70% silyos, 30% somon, xo'p, changli suvda, non suvda, xo'p, har mahalga 2 kilodan un bilan kepakda aralashmasi 700 gram kunjara. Yarim osh qoshiq changli suvda, xo'p, yarim osh qoshiq har qarashga, har bir mahal qarashga yarim osh qoshiq karbamid, 1 osh qoshiqda tuz. Ratsionimiz shundan iborat. Endi moqarash jarayoniga o'tib ketamiz. Qanday beryapmiz mana ko'ringlar, o'zlaring baho beringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like'ni banglatib qo'yasizlar. Mehnatimizga like bosib ketasizlar akalar. Videomizda xato kamchilik bo'lib turgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Xato kamchiliklarni aytib ketsinlar, xudo xohlasa tuzatib, keyingi videolarda tuzatib ketishga harakat qilamiz. Videoga oladigan odam yo'q. Shtativni o'zim qo'yib, stabilizatorni o'zim olyapman endi. Mana yana ham osh qoshiqda tashab ketaveramiz. Mollarimiz silyosda o'ziga ham to'yib qolibdi shekilli, yotishyapti. Bittasi mana yeyib tashabdi. Yarim osh qoshiqdan chayli sodani, pishvoy sodani berib chiqdik. Pishvoy soda mana 500 gramlisi, qayerga yozib qo'ygan bular. Bular tortib ko'ruvdim mana. 500 gramlisini optimiga bitta olganda 10 ta olaman. 6500 so'mdan olaman. Xo'p, endi sizlarga mana xo'p, nima deydi? Bir qop unga 50 kilo unga 75 kilogram kepakda aralashtirib qo'yganmiz. Shundan mana shu krujkada 3 tadan berib chiqaman hozir. 3 tadan beraman. Bu krujka 680 gram. Kecha ham aytib o'tib ketdim. 2 kilodan to'g'ri keladi. Mana paqirimizga ham sovg'a oldik. Shuni sochib kelaveramiz bitta qilib.
Birdaniga 3 ta solsang bo'lmaymi deyishadi. Kommentariyaga bir ikki marta yozishibdi. Birdaniga 3 ta soladigan bo'lsam, faqat shuni o'zini yeb olyapti-da, ammo ichini o'tkazib olyapti. Bundaqa bitta tashab ketsam, silosga aralashib qolyapti. Silosga aralashib qolib, shunchadan beraveramiz. Silosga aralashib qolib, silosni ham yevoryapti. Obunachilar, videomiz yoqib turgan bo'lsa, like bosib ketinglar. Aytib o'tganimizdek, obuna bo'lmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, nima demoqchi edim? Esimdan chiqib qoldi, nima deyishim. Uchtadan bo'ldi. Endi kunjara olib beramiz. Videoda kuzatishda davom etinglar. Hozir kunjara olib kelamiz. Xo'p, kunjaradan oldin buni tuzni berib olmoqchiman. Chunki yeb tashlashadi. Mana shunchadan. Bir osh qoshiqda. Shunday tashab ketilaveradi. Bu chayli soda, hop, tuz ishtahasini ochadi. Vallahi. İshtahasini yaxshilaydi. Shuni bersalar, misol ozgina bersa ham qolib ketib turgan bo'lsa, shular berib tursalar, qoldirmasdan yuborishadi. Mana kunjaramiz mana shu 680 gram, 700 gram chiqadi. Tashab ketaveramiz. Bular silosdan keyin desertida bularga. Desert deydi. Bittadan berib chiqdik. Endi karbamitga 2 kundan bergandik. Bugun kechki paytdan boshlaymiz endi yana. Karbamitda nima deydi, ko'p berib bo'lmaydi. Birdaniga to'xtatmasdan shunga bir to'xtatdik. To'xtatganimiz hisobiga endi yana yarim osh qoshiqdan boshlab 4 kun, 5 kun yarim osh qoshiqdan beramizda. Berib turib, keyin bir osh qoshiq o'tamiz. O'sha qoshiqqa bir qoshiqdan beramiz har qaraganimizda. To'xtatganimizga mollarni bilindi. Suv ichishida, yeyishida foydasi bor ekan lekin. Kecha o'zim suv berdim. Misol bu 2 paqir, 3 paqir suv ichardi. Kecha turmadi ham, qaramadi ham suvga. Kecha suv ichmagan. Ichgan bo'lsa mana shu 30 ta buqomdan deydi 10 tasi ichdi. 10 ta. Endi bugun kech bitdan boshlaymiz. Hozir naytarakka ham yem berish jarayonimizda video qilamiz, ko'ringlar. Videolarimizni oxirigacha ko'ringlar. Mol boqish sirlarini hammasini ochib boramiz. Agar noto'g'ri ratsionda qarab turgan bo'lsak, nimadir qo'shish kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Biz ham shoyatki sizlardan foydalanib qolib, to'g'ri ratsionga o'tib olaylik.
taraftagi buqalarimiz ana 22 ta. Her tarafta 8 ta. Bular ham mana yeb desertiga kutib o'tirishdi. Mana ular yeb o'pdi. Bularga hozir desertini tashlab bo'lgandan keyin ozginadan tashlab qo'yaman yana siyoz. Bir paqirdan bunga mana ular yeb. Mana ular ash jonivor. Mana ular yelab tashlabdi. Mana karbamid bermaslik lazım. Karbamid bergan. Aşam indamay turadi. Qilib mana berishni boshlab oldik. Bittadan berib ketaveramiz. Tarafga chayning sodasini berib qo'ydim. Endi mana kepak bilan un aralashmasini beryapman. İnşallah bir oyda qanaqa o'zgaradi mana shu Ramazon oyida sizlar bilan ko'ramiz. Meni endi ko'zimga sezilmaydi-yu. Obunachilarimiz sizlar ko'rib o'zgarsa o'zgaryapti deb aytib ketinglar. Meni ham ko'nglim ko'tarilib qolsin. Mehnatlarimiz zoye etmayapti ko'rib. Necha oy boqasiz deganlarga bu ratsionda 2 oy boqaman. O'zi oldin silos bilan faqat kepak berardim. Bitta 9 oy, 10 oy shunaqa qilib boqdim. Shunaqa boqib turib, mana hozir 1 oy hop undonniga hozir endi un aralashtirib beryapman. Nima molga chiqib ketgan unlardan ikkinchi sort hisobida muchka berardim. Muchka bilan bir qop muchkaga 3 qop kepakni aralashtirib berardim. Bir qop muchkaga 3 qop kepak aralashtirib berardim oldin. Hozir endi 1 oy bo'ldi. Yaqin 4 kun 5 kun kam 1 oy bo'ldi. Mana shu ratsionga o'tganimga. Kunjaraga o'tishim bilan shu un muchka solinmagan kepak, Toshkent kepak, kunjara, keyin changli sodani berishni boshlaganimga ham 1 oy bo'ldi. Mana shu kunjara bilan birga boshlaganman. Karbamid berishni boshlaganimga 2 hafta yoki 3 hafta bo'ldi. 2 hafta yoki 2,5 haftada. 3 hafta ham bo'lgan yo'q. Chunki men buni natijasini bilganim, natijasi yaxshi ekan. Inshaalloh yaxshi bo'lyapti. Xorazmdan Umidjon akamiz telefon qilishadi. Yaxshi ketyapti mollaring deb. Umidjon akamga salom. Xorazmlik Andushi akamiz. Haqiqiy kuzatuvchimiz. Telefon qilib turishadi.
akamizda ham chorvasi bor. Chorvasiga baraka. Yana Toshkentdan telefon qilishadi. Ularda ham chorvasiga baraka. Maslahat berib turishadi. Unaqa boq, bunaqa boq. Inshaalloh. Shu akalarimiz boriga shukr. Maslahatlaridan olib mollarni boqyapmiz. Xudo xohlasa natijalar yomon emas. Yaxshi, sezilarli darajada. Kunjara berishni boshlar endi. Sizlarga ko'rinyaptimi, yo'qmi? Men tarafdan ozgina ortib qolgan boradi. Bu tarafdan beri boraverdim. Sariq molgacha keldim, qizil molgacha. Hozir videoda oxirigacha ko'rib turinglar, orqalaridan ham o'tib ko'rsataman. Buqalar qanday o'zgaryapti, qanday o'zgarmayapti. O'zlaring baho berasizlar. Ana bu tarafdan boshladik endi kunjara berishdi. Bittadan tashlab ketaveramiz. Bir xil ratsion. Shu bir oydan beri istagan bo'laver. Kunjarani ko'proq tashlang. 3 tadan tashlang har qaraganda deyishibdi. Yo'q, o'zi mana shu bitta ham rahmatli shunchalik maslahatga. Bitta ham bir xil kipet ko'plab qo'yapti. Ichini o'tkazib yuboryapti. U kunjara kuchli narsa ekan, birdaniga ko'p berib bo'lmaydi ekan. Oz qo'shib ketish kerak ekan. Endi ichlari yaxshilanyapti mana shu. Karbamid bilan chayni sodani hisobiga ancha yaxshilanib qoldi. Ana tuzini ham berib oldik. Qo'llarda yeyishni ko'ringlar. Mana shu kunjara yemayapti. Karbamid bergandan beri to'xtatdim, lekin bugun ertalab kelsam yeb yuboribdi. Mahalliroq yeb yuborsa kerak buni. Mashalloh. Yeyishini qaranglar. Hamma yog'i bor. Tuz, kunjara, kepak, un, chayni soda. Oldidan ko'rinishi. Mana bisetlarini. Mana. Silosini yeb olishgan bular. Mana kunjara bilan kepak unlarni ishi. Ay maşallah. Soat millarimiz
Nechi bo'ldi ekan? Soat millarimiz soat ko'rib beraman. Narigi telefonda. Maşallah. İşler qaraydi. Ko'z tegmasin. Hop, soatimizda 8:17 bo'ldi. Shunga aralashtirib qo'yamiz. Ko'rsatib olib o'tganmiz. Mana qopdagilar nima deganlariga. Qopdagilar qop. O'rab bog'lab qopga solib qo'yaman. Bular yeb oldi. Qorlar to'ydi bulardan. Maşallah. Duruşuna qaraydi. Jonivor. Jonivor. Mana qaraydi. Eng kichkina shiyo'lama yomon cho'zo bo'lib. Chiroyli mol bo'lib ketdi, lekin sho'x. Endi bitta taglarni tozalab olsak, inshaalloh shu bilan ishimiz tugaydi. 1 soat tagini tozalagani ham 1 soatdan oshiq ketadi. Tozalab olib chiqqani. Bu tarafdagi buqalarimiz mana. Ko'ringlar, baho beringlar o'zgarganiga. O'zgaryaptimi, yo'qmi? Baho berib ketinglar. Dumbasa voribdi. Maşallah. Ko'z tegmasin bularga. Ancha yaptilab qolibdi, lekin men ko'zimga shunaqa ko'rinyapti. Sizlarga qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Bular rossiyskiy parodamiz. Galshtayn deydimi, nima deydi? Oyoqlari ham cho'ziq. Mana bo'yini o'lchab olaringlar. Qaytimdan kelishini ko'rib olasizlar. Inshaalloh. Buni qaranglar. To'qolimiz. Shoqi yo'g'ida. Gazi kuchlisida. Eng gazi kuchlisi mana shu bo'lsa kerak. Ochofotlaridan. Ochofotlasi bor. Ochofotlash. Oldini qaranglar. Bu tulab ketibdi oldilari. Maşallah. Ko'rishlar mumkin. Hech qanaqa suv yelab qo'ygan yo'q. Tulayapti oldidan. Bunimiz yaltillab turibdi. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimizni iftorlik paytidan keyin qo'yyapmiz. Shoyatki hamma bemalol bo'lib ko'rsin degan maqsadda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ro'zalarda qiynalmasdan xonadonlarga qut baraka bersin Allohim. Hammani chorvasiga baraka bersin. Hammamiz uyimizda inshaalloh niyat qildim. Mana shundaqa buqalardan kamida 10 tadan bo'lsin. Kamida 10 tadan boqish nasib qilsin. Qaddingiz va qadringiz hamisha baland bo'lsin. Sog' bo'linglar.